Bir paytlar Osiyo Ronaldinhos deb atalgan Omar Abdurahmon hozir qayerda? Omar Abdurahmon nafaqat Birlashgan Arab Amirliklari, balki butun Osiyo futbolining eng yorqin iste'dodlaridan biri edi. Uning driblinglari, nozik paslari va o'yinni boshqarish mahorati millionlab muxlislarni hayratda qoldirardi. To'p uning oyog'iga tushishi bilanoq himoyachilar sarosimaga tushardi. U asosan Al-Ayn safidagi o'yinlari bilan tanildi. 2016-yilda Osiyoning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. O'sha paytda Manchester City, Arsenal va Benfica kabi Yevropaning nufuzli klublari unga qiziqish bildirgan. Biroq Omar faoliyatini Birlashgan Arab Amirliklarida davom ettirishni ma'qul ko'rgan. Ammo 2018-yilda uning faoliyatida keskin burilish yuz berdi. Al-Hilol safida o'ynab yurgan paytda tizzasidagi oldingi hochsimon boylamini uzib oldi. Aynan shu og'ir jarohatdan so'ng u avvalgi darajasiga qayta olmadi. O'zbekiston muxlislari ham Omarni yaxshi eslaydi. U terma jamoamizga qarshi bir necha bor maydonga tushgan va Birlashgan Arab Amirliklarining eng xavfli futbolchilaridan biri bo'lgan. Bugungi kunda esa 34 yoshli Omar Abdurahmon faoliyatini Birlashgan Arab Amirliklarining An-Nasr klubida davom ettirmoqda.